Uyim bor, sizni baxtli qilaman. Assalomu alaykum. Jasurbek aka, siz uy olish uchun vebinarga yozilgan ekansiz. Demak, hali uyingiz yo'qmi? Stop, vaziyat og'ir, to'g'rimi? Shunday noqulay holatlarga tushmasligi uchun vebinarga qatnashayotgan paytingiz nomer qoldirmasdan ro'yxatdan o'tish yo'lini hozir sizga o'rgataman. Uy sotib olmoqchisiz yoki qanaqadir kursga qatnashmoqchi bo'lsangiz, vebinarga qatnashing deydi. Shu paytda siz ismingiz va telefon raqamingizni qoldirishingiz talab qiladi. Undan so'ng esa sizni maxsus Telegram kanaliga qo'shamiz deydi. O'sha maxsus Telegram kanalga ismingiz va nomeringizni qoldirmasdan qo'shilishda 3 ta usulni hozir sizga aytaman. Birinchi usul, webinar o'tkazayotgan Instagram kanalni biosida, ya'ni profil opsiyasida maxsus Telegram kanal bo'ladi. O'shanga kirsangiz nomer va ismingizni so'rashmaydi. Ikkinchi usulda esa o'sha link bo'lmagan holatda nima qilsa bo'ladi? O'sha akkauntda qanaqadir uy yoki qanaqadir shaxsiy brendni nomini olasizda, Instagramda yozilgan nomini Telegram kanalini qidirish bo'limiga yozasiz va o'sha yerda kanalga kirganingizda maxsus link o'sha yerda ham bo'ladi. Uchinchi usulda siz hech qayerdan linkni topmadingiz deylik. Shunda shunchaki ro'yxatdan o'tish paytida nomeringiz va ismingizni noto'g'ri kirsangiz ham maxsus webinar o'tkazilayotgan kanalga sizda yuborishadi. O'shanday holatda siz nomer kirgizmaysiz, sizga hech kim qo'ng'iroq qilmaydi. Shunchaki bemalol kuzatuvchi bo'lib vebinarga qatnashishingiz mumkin bo'ladi. O'zimni uyim bor, boya aytganimdek men marketologman. Bu qo'ng'iroq esa sotuv menejerlarim uchun qo'yilgan kichik test edi.